Revit'da viewportda elementlar uchun grafika prioriteti. Hozir bu nima haqidaligini tushuntiraman. Grafika prioriteti, ya'ni bitta elementni ma'lum bir rangga yoki grafika asosida bo'yalishi va Revit'da qaysi shartdan ustunligini bilish uchun biza top-toza proyektni ochib, bularni ko'rib chiqamiz. Model oynasida создать qilamiz. Oddiygina arxitekturniy shablon, создать новый проект. Okey. Proyektimiz ochilgandan keyin biroz yaqinlashib olamiz. Devor tanlab kichkinagina bir devor chizamiz, 400 millimetrli. Bizga razmeri ahamiyati yo'q. Devor chizdik, e'tibor beradigan bo'lsak, bizda hozir devorimiz oppoqqina turibdi. Qalinlikni yo'qolma, oppoqqina devor turibdi. Buni birinchi bo'lib asl grafikasini ko'rish uchun pastdagi vizualniy stildan, skrytый liniyadan tonirованныйga o'tkazamiz. Devorimiz seriy, ya'ni kulrangga bo'yaldi. Nimaga? Chunki devor uchimiz изменить deb kiramiz. Birinchidan mana chap tarafda bu seriy bo'lib turibdi, o'zini asl rangi va buni materialiga kiradigan bo'lsak, strukturasiga po kategoriya turibdi, ya'ni po umolchanию qanaqadir material turibdi va bunda hech qanaqa material yo'q. Endi agar biz bunga bitta yangi material yasaydigan bo'lsak, создать новый material dars deb nomlaymiz va shtrixovka secheniyaga fonga splashnoy цвет va rangiga ko'zga tashlanish uchun misol qizil beramiz. Применить, okey. Ko'rib turganimizdek, bizda devor hech qanaqasi grafikasi bo'yicha o'zgargani yo'q. Hatto biz buni materialni to'g'irladik va viewportda ham bu mana chap tarafda qizil bo'lib ko'rsatib turibdi. Vizualniy stildan tekshiramiz. Tonirованныйni ko'rsatmayapti, zaливкада ham ko'rsatmayapti va teksturada ham ko'rsatmayapti. Высокий detalizatsiyada ko'rsatyapti. Ya'ni tonirованныйda va низкий detalizatsiyada turganda bizda u rangga bo'yalmaydi, balki уровень детализации высокийda materialni ko'rsatishni boshlaydi. Среднийda ko'rsatyapti, низкийda ko'rsatmayapti. Bu demak biz birinchi aniqlashimiz kerak bo'lgan vizualniy stil. Agar biz buni materialga kirib, изменить net qilib qo'yamiz, ya'ni material to'liq olib tashladik va bu yerdagi уровень детализации devor uchun va boshqa umuman hamma elementlar uchun shu viewportni высокийga qo'yadigan bo'lsak, bu bizda hech qanaqa rangga bo'yalmayapti. Hatto boya kirganimizda material ichida material berilmagan oppoq rang edi. Ctrl Z deb bosamiz. Materialni qaytish uchun высокий detalizatsiya qo'yamiz. Endi buni rangini o'zgartirishni keyingi yo'li bor. Bu stadiyalar orqali. Управление bo'limiga o'tamiz. Управлениеda stadiya va stadiyada e'tibor beradigan bo'lsak, po умолчанию, ya'ni Revit'da yangi ochganlarda ikkita stadiya bo'ladi. Bu mavjud, существующий stadiya va новая konstruksiya. Bularni filtri qanaqa ishlashini ko'rish uchun filtr stadiyaga o'tamiz. Va ko'ryapmanki, mana bunda chap tarafda filtr по стадиям показать всё turibdi. Показать всёni topamiz bu yerda mana серый, bu yerda создать по категориям существующий переопределено degani. Создать bo'limi yangi ochilayotgan devorlar, bizda bu yangi devor. Agar plan существующий bo'lmagan bo'lsa yangi devor bo'ladi. Существующий переопределено. Переопределено turgan bo'lsa, bu degani aynan shu ustun mana bu 3-grafadagi, ya'ni переопределен grafikada qanaqa grafika berilgan bo'lsa, shu rangni oladi degani. Ya'ni существующий elementlar показать всё filtri asosida mana bunaqa rangga bo'yaladi. Mana существующий liniyalar seriy, qirqilayotgan liniyalar ham seriy rangga bo'yaladi degani. Buni hozir biz tekshiramiz. Demak, devorimizni существующийga o'tkazamiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, seriyga bo'yalib qoldi va bizda turgan planni ham существующийga o'tkazamiz. Endi devor qizil bo'lib qoldi. Nimaga? Sababi bizda plan существующий, devor ham существующий. Stadiyani ochamiz, filtr stadiyaga o'tamiz, показать всёda существующий переопределено turibdi. Ya'ni rangi o'zgartirilgan. Endi biz bu yerda filtrni o'zgartiradigan bo'lsak, показать полностью hech narsa o'zgarmadi. Новый плюс существующий hech narsa o'zgarmadi va только текущий stadiya hech narsa o'zgarmadi.
Endi biz yangi filtr yasab, buni tekshirib ko'ramiz. Новый yasaymiz. Mana filtr 1 bo'lib turaversin va существующий переопределено turibdi. Переопределение grafika o'tamiz edi. Существующий shtrixovkasiga splashная заливка va sariq rang beramiz. Ko'zni kesadigan. Okey. Применить va oldi tarafiga ham sariq rang beramiz. Применить. Okey. Va bu yerda filtr stadiyamni hozir yasagan filtr 1 ga o'tkazamiz. E'tibor bergan bo'lsak, bizda hech narsa o'zgargani yo'q. Stadiya новый konstruksiyaga o'tkazamiz va elementimizni sariq rangga bo'yalyapti. Buni biz nimadan bilsak bo'ladi? Filtr stadiyada создать по категориям qilyapti, lekin существующий переопределено bo'lib turibdi, ya'ni berilgan grafika bo'yicha o'zgaryapti. Bundan kelib chiqadiki, elementni materialidan ko'ra mana mamutda berilayotgan nastroyka kuchliroq, ya'ni bunga qarab rangi o'zgaryapti. O'zini qizil rangini saqlab qolmasdan botdagi qoida boya bizni material ichida bergan qoidamizdan ustun kelyapti. Bu demak bizda ikkinchi kuchli grafikasini boshqarish yo'li. Uchinchidan biza elementni chap oynada переопределение видимости grafiki orqali materiallarni o'zgartirishimiz mumkin. Изменить kiramiz. Bu yerdan devor kategoriyasini topamiz va devor kategoriyasi uchun secheniyasini bo'yaymiz. Splashная заливка ko'kka bo'yaymiz. Orqasini ham ko'kka bo'yab qo'yamiz, чтобы сразу bilinsin bo'yaladimi, bo'yalmaydimi. Okey. Применить. Bu barcha devorlar, bitta bu devor emas, barcha devorlarni ko'kka bo'yashi kerak edi, lekin bu ko'kka bo'yamaydi. Nima degani bu? Bu degani bizda grafikani belgilash bo'yicha ketma-ketlikda chap qanotdagi svойствоga model переопределение grafika oynasi bizdagi filtr stadiyadan kuchli emas degani. Biz agar mana существующий qaytarib o'tadigan bo'lsak, hatto filtrimiz turibdi joyda, bizda уже mana mamutdagi nastroykani olyapti. Ya'ni filtr stadiyadagi nastroykani emas, chap tarafdagi nastroykani olyapti. Va boshqa filtrlarni ham qo'yib ko'radigan bo'lsak, masalan, hech qaysi birida elementimizni sariqqa bo'yalib qo'yotgan yo'q. Ya'ni ko'k rang существующий uchun mana mamutdagi nastroykalarni qabul qilib olyapti. Ketma-ketlikda bulardan ham kuchli bo'lgan grafikani belgilash yo'li bu filtr asosida. Ya'ni ma'lum bir devor guruhlari uchun alohida rang, ma'lum bir boshqa devor guruhlari uchun alohida rang belgilasa bo'ladi. Buni model переопределение grafika oynasida mana bu filtr degan vkladka bo'ladi. Sizlarda Revit полный versiyasida, bu LT versiyada ko'rsatilmagan va Revit Pro darsida filtr darslari bor. Alohida o'sha yerda buni qanaqa sozlab ishlatish ko'rsatilgan. Uni farqi xuddi mana mashdagi nastroykalarga shart beriladi. Ya'ni deylik, devorimizdan ushlab изменить tipga kiradigan bo'lsak, masalan, kommentariyasiga 1 deb yozilgan devorlarni qoraga bo'ya deb bu yerdagi filtrdan nastroyka beriladi. Buni hammasi Revit Pro darslarida batafsil ko'rsatilgan. Bu demak 4-grafikani o'zgartirish yo'li. Va 5 va eng hammasidan kuchligi bu elementni o'zini ushlab grafikasini o'zgartirib qo'yish. Ya'ni hamma qoidalarni chetlab o'tib, bitta shu element uchun masalan boshqa rang bermoqchi bo'lsangiz, bu yerda na переопределение grafiki, na уровень детализации, na bu yerdagi тонированный скрытый va na filtr stadiy undan o'tib keta oladi. Chunki bu element uchun yakka holda alohida belgilanadi. Masalan, bizani bu devorimizni boshida seriyada, keyin biz uni materialdan qiziliga o'rgirdik. Bu ikkinchi stadiya. Undan keyin buni filtr stadiya orqali sariqqa bo'yadik. Bu 3-stadiya. Keyin model переопределение grafika bo'yicha ko'kka bo'yadik. 4-stadiya. Keyin bu yerda ko'rsatilmagan filtr asosida bo'yash bo'yicha 5-stadiya bo'yasa bo'ladi va 6-eng kuchlisi bu elementni o'zini ushlab 10 taraf bosib переопределить графику на виде для элемента qilamiz. Передний planni splashная заливка qo'yib, buni endi ajralish uchun yashil rangga bo'yaymiz yoki submarine deydimi? Применить. Okey. Ko'rib turganimizdek, bizda agar bundan yana bitta devor bo'lsa, bunisi ko'k, bunisi yashil bo'ladi. Nimaga? Chunki
Biz faqatgina bu elementni yashilga bo'yalsin deb shart berdik. Shundan kelib chiqib, grafikani kuchi bo'yicha, ya'ni prioritetlari bo'yicha 6 ta bosqichda sizlarga sanab o'tdim. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar keyinchalik qaysidir elementingiz bo'yalmay qolsa yoki boshqa rangga bo'yalib qolayotgan bo'lsa, shu darsni payti ko'rsanglar bo'ladi.